tortib muhrlab qo'yishi aniq. Undan tashqari bu multfilmni shaxsan Netflix va Sony kompaniyalari hamkorlikda ishlagan. Ular esa oddiy narsalar ustida vaqt sarflab o'tirmasligini bilsangiz kerak. Ustiga ustak bu multfilm Kinopoisk va IMDb platformalarida ancha baland natijalarni qo'lga kiritgan. Bu portlashdan shaxsan o'zimga barcha jang sahnalaridan farqli o'laroq oxirgi sahnaviy chiqish ancha ma'qul keldi va bu prosta genialniy loyiha. Hunter X jamoasining yetakchisi bo'lgan Rumi nafaqat iblislar bilan, balkim o'z ichki hissiyotlari bilan ham kurashishini yaqqol ochib beruvchi bu sahna boya aytganimdek yarim odam va yarim iblis bo'lib tug'ilgan bu qiz bu haqida hatto o'z dugonalariga ham aytmasligi haqida uqtirilgan. Chunki yoshligidan ularga iblislar yomon, ularda hissiyotlar yo'q, ularni yo'q qilish kerak deb o'rgatishgan. Ammo buni qarangki, iblislar tomonidan yig'ilgan va odamlarni aldash uchun tuzilgan Saja Boys jamoasining a'zosi Jinwo bunday emasligini ularga yaqqol isbotlab qo'ydi. U hamma iblislar ham yovuz bo'lmasligini, ularda ham hissiyotlar borligini isbotlab qo'ydi.